Biz Urganch davlat universiteti tabiiy va qishloq xo'jaligi fanlari fakulteti talabalari guruhimiz bilan birgalikda Xonqa tumanida joylashgan Gulchilik maktabiga dual ta'lim tizimi asosida amaliyot o'tash imkoniyatlarini o'rganish maqsadida tashrif buyurdik. Tashrifimizdan maqsad Gulchilik maktabining tajriba maydonlari zamonaviy talablarga to'liq rioya qilganligi va parvarish qilish hududlari qulay sharoitlari bilan yoritilganligi, manzarali o'simliklarni to'g'ridan to'g'ri qo'llash imkoniyatlari ega ekanligi bular katta ahamiyatni kasb etadi. Gulchilik maktabi yosh kadrlarda o'z kasbi hamda yo'nalishini asosida ular yetuk bir mutaxassis bo'lib yetishda juda katta ahamiyat kasb etadi. Masalan, ko'kalamzorlashtirish tashkilotlarida landshaft dizayn asosida gullarni parvarish qilish va bezatish, bundan tashqari dekorativ o'simliklarni ko'paytirish usullarini o'rganish va har bir shaxs o'zini biznesini yo'lga qo'yishda yosh kadrlarda juda katta ahamiyat kasb etadi. Gulchilik o'z mehnatimiz samarasini go'zallik sifatida ko'ra bila olishdan iboratdir. Dual ta'lim tizimi eng dolzarb masalalardan biri bo'lyapti, chunki talabalarga biz universitetda nazariy bilimlarni beramiz. Shu bilan birgalikda amaliy bilimlar juda muhim hisoblanadi. Chunki talabalar universitetni tugatadilar, keyinchalik amaliyot jarayonini o'rganish uchun turli xil ishlab chiqarish korxonalari, bundan tashqari issiqxona, ya'ni o'zining yo'nalishiga mos mutaxassisliklariga mos keladigan yo'nalishlarni tanlab amaliy jarayonlarni olib boradi. Bugungi kunda hozir 4-bosqich talabalari amaliyot jarayonini boshlashdi. Ya'ni bunda har bir talaba o'zining shu mutaxassisligidan kelib chiqqan holda issiqxonalarga, bundan tashqari misol uchun turli xil tajriba xo'jaliklariga, ilmiy tadqiqot institutlarining ko'chatchilik tajriba maydonlariga olib boramiz. Bugun bizda o'sha dual ta'lim asosida sabzavotchilik yo'nalishini aynan bir kunlik amaliyot o'tash uchun Xonqa tumanida joylashgan Gulchilik maktabini olib keldik. Bu yerda talabalar nazariy bilimlarga tayangan holda, ya'ni gullarning o'sib rivojlanishi, qaysi oilaga kirishi, hozirgi kunda kuzgi agrotexnik tadbirlarni qanday tartibda olib borish jarayonlarni o'rganib, o'zlari amaliyotda, ya'ni nazariy bilimlarga tayangan holda amaliyotda shuni ko'rib, o'zlari o'z qo'llari bilan bajarib, o'rganib chiqishadi.